juda yaxshi salat. Inshaalloh mazza qilib yeyishadi. Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun biz sizlarga karlevskiy salatni qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib beramiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalar: olma, nok, lovlagi, yong'oq, mayiz, asal, qaymoq kerak bo'ladi. Bularni hammasini yaxshilab yuvib olamiz. Keyin musorni yaxshilab tozalab olamiz. Bitta oq olma, bitta nok ketadi bizga. Bularni hammasini bir xil turburchak ko'rinishda to'g'rab olamiz. Mayizni yong'oqni ustiga shunday sovoramiz. Asalni ham shunday ustiga quyib yuboramiz. Qo'shuvni sekin chiroyli qilib aralashtiramiz. Mana salatimiz ham tayyor bo'ldi. Inshaalloh shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Qaymoqlari ham ko'p emas, kam emas. Inshaalloh bu salat ko'rsanglar, hammangizga yoqadi. Chunki juda yeyishli salat inshaalloh. Ko'p narsa ham ketmaydi. Ayniqsa yosh bolalarimiz lo'lagi yemaydi-ku. O'sha bolalarimizga juda yaxshi salat. Inshaalloh mazza qilib yeyishadi. Inshaalloh mana salatimiz tayyor. Manfaatli bo'lsin.